Sharqi Turkistondagi tarbiyalash markazlarining xabarlari uzilmay kelayotgan bugungi kunda Uyg'ur medianing xabariga asoslanganda Sharqi Turkistonning 193 ming nufusi bo'lgan Aqsu viloyati 90 aysidan 22 ming kishining lagerlarda tutuqlanganligi va ko'pinchisining erlar ekanligi aniqlandi. Shundaqla 90 ayisida 154 bank ishchisi bo'lib, ularning ichidan 17 kishi 90 ayisi 3-lagerda tutuqlangan. Bularning jinoyati bo'lsa, yan fonda cheklangan uchurlarni yo'llaganlik ekan. Birlashgan Millatlarning doklatiga asoslanganda Xitoyda nurg'ulg'an odamlarning och qolganligi, ularning ko'pinchisi dunyodan xabarsiz qolgan shaharlarga yiroq yezlarda ekanligi aniqlandi. Shundaqla Xitoy hukumatining o'z xalqiga yurgizgan rejim siyosati tufayli ikki qismidagi kambag'allar va ochliq azobi tortayotganlarga yordam qilishning qiyin bo'lganligini bildirdi. Finlandiyada panohlanib yashayotgan Uyg'urlar Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmlari va erki qirg'inchiliklarni Yevropadagi davlatlarga va xalqaroga bildirish uchun Finlandiyaning poytaxti Helsinkidan piyoda yo'lga chiqdi. Yo'lga chiqqan Uyg'urlar 1-oktyabr, ya'ni Sharqi Turkistonning Xitoy kommunist tarafidan ishg'ol qilinganiga 69 yil bo'lgan kunda Fransiyaning poytaxti Parijga yetib berishni maqsad qildi. Amerika davlat prezidenti Donald Trump Kanada bilan o'tkazgan tijorat muzokara yig'inining nihoyatda jiddiy elib berilganligini bildirib, agar muzokara unum bermasa bizning davlatimiz uchun foydasi bo'lsa-mu, ammo Kanada uchun undaq emas deb Kanada davlatiga aktiv tahdid soldi. Xitoyning eng chong havo yo'l shirkati bo'lgan Jungo Janubiy Aviatsiyasi Urumchidan Turkiyaga uchishni asli keltirish qarorini e'lon qildi. Shundaqla Xaynan Aviatsiyasi Turkiya orasidagi uchishga qaytadan tayyorlanayotganligini bildirdi.